Yunusobod 14-kvartalda общежитие ko'rgan bo'lsanglar, zo'r ko'rmagan bo'lsanglar, hozirlarga ko'rsataman shuni. Elektr plita bo'ladi. Kimga yashashga, yo'q bo'lmasa ofis qilaman deydiganlar uchun 68 kvadratli birinchi qavatli 2 xona, 3 xona qilingan uyimizda chiqyapti. Tushuntiraman. Mana mana shu 9 qavatli orqasi Samara restorani bo'ladi. Sotiladigan uyimiz mana mana shu tomonimizda. Bular koridorimiz juda ham katta. Uyga kirishdan oldin bitta shartni aytaman, qo'rqib ketmaysizlar, chunki juda bezirman. Noldan remont qilish kerak. Marhamat, uyimizda ko'rsataman. Mana uyimizga kiramiz. 2 xona, 3 xona qilingan katta koridor. O'ng qo'lda katta vanniy va hojatxonasi ham shu yerda bo'lar ekan. Bu xonadan chiqqanimizdan keyin o'ng qo'limizda mana katta zal. Mana juda katta zalimiz. Oynasi mana ko'chaga qaragan. Bu uyimizning oynasi ketma-ket 3 ta qaragan, ofisga juda ham ideal. Keyin xonani ham ko'ramiz. Zaldan chiqqaningizda mana oshxona bo'lgan. Hozir buni spalni qilib qo'yishgan. Spalnidan chiqqandan keyin kelinglar, mana katta bolalar xonasiga juda ham joy tashlashgan, u ham oynasi ko'chaga qaragan. Bolalar xonasidan chiqqandan keyin to'g'rida oshxonamiz joylashgan. Katta bo'lmasa ham ixchamgina hamma sharoitlari qilib qo'yilgan. Alohida o'ng qo'lda garderobimiz ham bor. O'ng tomonimizda mana bu yerga shkaf qo'yishga 8 kvadrat. Kimga qiziq bo'lsa, ofis qilaman, yashayman deydiganlar bo'lsa, yuborib qo'yasizlar, kommentariya yozinglar. Narxi kelsa 59500 so'ralyapti. Yana ozgina o'tib beradigan joylar bor. Telefon raqam qoldirganman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.